Kelin kuyovlarimiz bir-birlarini tabriklab qo'yishlarini so'rayman. Marhamat. Aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar, mana bugun Sirdaryo viloyati Adliya boshqarmasi Oqoltin tuman FHDYO bo'limi tomonidan 155-son bilan ro'yxatdan o'tgan go'zal kelin va kuyovlarimizning tantanali nikohini guvohi bo'ldilaring. Azizlar, qo'limda O'zbekistonimizda birinchi marta chop etilgan o'zbek tili, rus tili va ingliz tillarida chop etilgan go'zal va chiroyli nikoh guvohnomasini topshirar ekanman. Yana bir karra kelin kuyovlarga ulkan baxt tilayman. Baxtli bo'lishsin. Shoir aytganidek, nurli bir jahonlar tilayman sizga. Kamalak, kamonlar tilayman sizga. Jaji qiz, o'g'lonlar tilayman sizga. Baxtu bearmonlar tilayman sizga. Baxtli bo'linglar. Hurmatli do'stlar, mana shu shogirdlarimizni bugun Qoraboyevlar xonadonida bir ajoyib tantana, mana shu onamizni boshchiligidagi bo'layotgan mana shu xonadondagi bir yaxshi bazmga xush kelibsizlar. Ukalarim Baxtiyor, Dilafrozlarning nikoh to'ylari hamda Sulton hamda o'zimning jiyanim Sojidani bir ajoyib bazmi ekan. Mana shu fursatdan foydalanib bu 4 yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlari erishsin. Oilalari mana shu aka-ukalaridek, akalari, otalaridek yaxshi oila qursin. Yana shu fursatdan foydalanib mana shu yerda aziz jiyanlarimiz bor. Shu jiyanlardan mana Ibrohim, Ismoil, Shohboz, Tohir, Husan kabi jiyanlarimiz mana shu yerda bir chin xatna to'y ekan. Shu jiyanlarni ham mana shu akalaridek mana shunday bir ajoyib to'ylarida o'tirishlarda siz azizlarni taklif qilaman. Mana shunday to'ylarda, akalarda to'ylari shu jiyanlarga ham nasib qilsin. Mana shu yerda biz tog'alari nomidan hamma o'zini endi qurib yetgancha qilib keladi. Biz ham mana shu tog'alar nomidan Shahboz jiyanimizni bir tabriklash maqsadida ozgina ko'ngilni ko'tara olsak, mana shu tog'alari albatta xursand bo'lar edik. Shu fursatda bir to'y bilan kelgandik. Agar
ruxsat bersangiz mana shu toyni olib kirishsa. Marhamat. Rahmat e'tiborlaringiz. Marhamat. Toshdan qamchiqlar ot qilar, dadasini yomon desang dod qilar. Toshdan qamchiqlar ot qilar, dadasini yomon desang dod qilar. Sevgilda kampir shonimot qilar, sevgilda kampir shonimot qilar. Qachon bo'lib chopib yurgan bola, shirin bola, shakkar bola. Shirin bola, shakkar bola, toy bola. Qachon bo'lib chopib yurgan bola. Shirin bola, shakkar bola, toy bola. Qachon bo'lib chopib yurgan bola. Qachon bo'lib chopib yurgan bola, shirin bola, shakkar bola. Shirin bola, shakkar bola, toy bola. Qachon bo'lib chopib yurgan bola, shirin bola, shakkar bola, toy bola. Qachon bo'lib chopib yurgan bola. Aylanib turish kerak.
Go'zal niyatlar. Bir ayolga munosib bo'ladigan xonadonni go'zal malikasi bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Nimaki niyatlari bo'lsa, neki orzu istaklari bo'lsa, hammasi ro'yobga oshirsin. Shu narsalarni tilab qolaman. Assalomu alaykum, mehmonlar, mehmonlar. Mana o'tirishimiz sababchisi do'stim Baxtiyorjon va uning bir umrlik yo'ldoshi Rabisxonlarning ukamiz Sultonbek, uning bir umrlik yo'ldoshi Solijaxonlarning misol oqshomini birga o'chirasiz o'tirgan. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, tegishishlarida katta zafarlar tilaymiz. Mana shu pishayotgan ertak kelin belga kelin emas, qiz bo'lib tushsin. Yana bu yerda jajji ukalarimiz programmamizning sunnat to'ylari ekan. Bu ukachilarimizga uzoq umr, baxt, saodat, katta inson bo'lib, elga taniladigan yigit bo'lsin. Rahmat so'zlagan uchun. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akamiz Baxtiyorjon va uning bir umrlik umr yo'ldoshi Dilafruzxon va jo'ram o'rtog'im Sultonbek va Solijaxonlarning nikoh oqshomining o'zida o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib, avvalambor bu ikki yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik, nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlarga erishishni tilakdosh. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Topgan tutganlari faqat to'ylarga bo'laversin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Salomat bo'lasiz. Qarsaylar bo'lsa, mana shu to'rtta ikkita sinimiz ham nikohimizga. Rahmat, salomat bo'lasizlar, joylanganlashing mumkin. So'zimizni albatta juft qilamiz. Mana shu to'y sohibi yangi singil xonimni bilmayman. Mana shu ismni opa-xonimizga beramiz. Qani kela qoling. Aziz va aziz mehmonlar. Mana bugun Qaravoyevlarning oilasida to'y tantana. O'zi 4 yoshga baxt tilaymiz. Және mana jastavillarga uzoq umr, zo'r din sog'lik tilaymiz. Mana tikkan o'tovlaringning keregesi biyiq, o'sag'ati berk bo'lsin. Endigi yili o'sha vaqtda baldaring beskka siymasin, o'zlaring eskka siymanglar. 2 yoshga baxt tilaymiz. Arqagan sog'amiz bor edi, bilmayman qayerda qolib ketgan. O'sha ailamiz nomidan, Gashtakdoshlar nomidan o'slarga siylik etamiz. Rahmat so'z berganingiz uchun. Sizga rahmat. Sizni o'sib to'ymay quchqisaymiz ham shu. Қазақша bilamiz qo'y siz men. Endi aziz do'stlar, hozir to'y bola qo'shig'i ozgina bo'ladi. Mana shu kichkintoylarimiz yonamiz mana sovqatishni bilmadim yig'lab. Chiqlar otqilar, darasini yomon desa yidotqilar. Toshdan qamchiqlar otqilar, darasini yomon desa yidotqilar. Selimda kampir shomon otqilar, selimda kampir shomon otqilar. Payton bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, to'y bola. Payton bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, to'y bola. Payton bo'lib chopib yurgan to'y bola. Sandallarım dolduran, arasını armalarım dolduran, ayasını sandallarım dolduran, odalarım şolluğa dolduran, odalarım araçlığa dolduran, ve can bulup çapıp yürgen dolduran, şirin bola, şeker bola, şirin bola, şeker bola, toy bola, ve can bulup çapıp yürgen dolduran, şirin bola, şeker bola, toy bola, ve can bulup çapıp yürgen dolduran.
Nasıl olmasın Müşahede çıkarım bas Gülerken namaz bakar kanasın Gülerken namaz bakar kanasın Hocam bu kapıya geldi var Şerim var Şeker bana Şerim bana şeker bana Tay bana Hocam bu kapıya geldi var Şerim bana şeker bana Tay bana Hocam bu kapıya geldi var
Birpasga to'xtatib kuy navo g'azalni tabrik uchun beramiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, mezmonlar. Mana bugun Qaraboyevlar oilasiga to'y tantana. Men shu fursatdan foydalanib, kuyovimiz Baxtiyorjon, jiyanim Dilafruzxon, ukamiz Sultonbek va sinimiz Sojidaxonlarni nikoh kechasiga o'tirgan ekanmiz. Men shu 2 yoshda kelolmay qolgan qarindosh urug' nomidan va oilam nomidan chin qalbimdan tabriklayman. To'roviga uzoq umr, sihat, salomatlik va saodatlik tilayman. Vali juvali bo'lsin. Beshik to'ylariga ham hammamiz qatnashaylik. En shu xo'jalikni namunaviy oilaviy to'roviga ham tilakdoshman. Rahmat. Bitta qarsaklar bo'lsin aziz do'stlar. Ana endi mana men boshqa taklaganday Baxtiyor ukamizni mana bu yerda do'stlari mendan kattami kichik bilmadim. Men ism bo'yicha chaqiryapman mana qog'ozdagi bo'yicha. Ismat Habibulla aka, Mamadulla Salim, Nurulla Sapar, To'lqin Xolmurod marhamat shitamasizlar. Mana bugun ukamiz Baxtiyorjon, Sultonjonlarning bugun baxt va visol kechasi ekan. Mana jiyanchalarimizning bugun xatim to'y ekan. Avvalambor bu men 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi hayot ishlarida omad tilayman. Mana jiyanchalarimizdan odam eng yomoni dedi, olmamas dedi, odam bo'lsin dedi-ku. Shunday odam inson bo'lsin. Dalalarning yonida yursin. Shu 2 yoshga baxt, saodat tilayman. O'zim nomidan, oilam nomidan. Rahmat, sizlarga so'raysiz. Rahmat, salomat bo'lasiz. Men ko'p akaxon ukalarimiz ismini aytganim, negadir bitta akaxonimiz gapirdi, bas qilishdi. Sizga rahmat. Endi mana shu xonadonlar yana qudalari bo'lmish to'y bolalarini ammasimi xolasimi? Ammasi. Barnaxon ismli marhamat opaxonimiz bor ekan. Barnaxon. Qabul aka. Aka qani? Ve bolalar taklif Shaxsan kuyov bolani o'zlari mana to'y kizyaptilar. Ismatulla, marhamat. Geliyor, sağ olun. Salimjon, marhamat. Qarsaklar bo'lsin sizlar. Mamadullaga marhamat. Xolmurod egamiz, marhamat. Marhamat,
ajoyib to'ylar shaxsan kuyov bola Baxtiyorbekning qo'llaridan Mamadil aka, qani keldingizmi? Nurulla, marhamat. Safar, qani bormi? Safar, To'lqin, Xolmurod. To'y kiyganlar uzoq ketmanglar. To'lqin. Ana endi qani Rashtagamiz ajoyib so'zlari bilan sovg'alarni kela qoling, marhamat. 2 yosh yaxshi niyat bilan hayotga bo'yib kelgan men shularni tabriklayman. Mana shu fursatdan foydalanib, mana bizning ukamiz Salimjon Baxtiyorjon bilan bir umrlik do'stlik rishtalarni bog'layapti ekan. Mana shu bilan yana 4 ta 5 ta o'rtog'i mana shu o'zimni amalga oshirib boshlagan. Men bularga baxt, saodat, uzoq umr, mana shu do'stliklari abadiy bo'lsin, dunyo turguncha tursin deyman. Mana shu fursatdan foydalanib mana bizni ukamiz 3 ta edi, Baxtiyorjon, sen bilan 4 ta bo'ldi. Mana shu do'stliklaring abadiy bo'lsin. Sen bizga uka bo'lgunga hamma vaqt seni bizning xonadonimiz qaysi payt kelsang ham hamma oshiq. Nimaiki niyat qilib mana shu Salimjon bilan do'st tutingan ekan, shu niyating yetgan. Hamma vaqt seni biz o'zimizni ukamiz deb bilamiz. Otam seni o'zingni o'g'li deb biladi uka. Hech qachon mana shunaqangi otam bor ekan, uka akam bor ekan, do'stim bor ekan deb nima qilmagan. Hamma vaqt bizni qanday ko'rsang, o'zingni shunday ko'rgan uka. Senga uzoq umr mana shu kelin bilan hamma vaqt qo'sha qaragan, shu hayotni yaxshi bosib o'tgan, egalang vali bo'lgan uka. Men senga niyatim shu mana shu elni, yurtni, xalqni, shu qarindoshimizni eng oltin oilasi bo'lgan uka. Menga tilagim shu. Marhamat, Salimjon ukamiz, Zadala Rashid akamizning shaxsan o'zlari to'nlari bor ekan, Baxtiyor ukamizga marhamat. Qarsanglar aziz do'stlar. Salim bayli. Ey yaşayınlar, qarsanglar bo'lsin aziz do'stlar. Hamma o'zingiz o'zingiz bo'lgan. Ey yaşayınlar. Sen bu da video geçsin. Qaysi bu? Qanday checha qaysi biri bo'ldi? Buna bosib. Mana bugun xolamiz, Xudo xolamizning uyida to'y tantana. Men bu tantana bilan avvalambor Xudomizga
kelin muborak bo'lsin deyman. Jajji farzandlarning nevara to'ylari qutlug' bo'lsin deyman. Men bu jiyanchamiz Shahbazjonni ham mana shunday akasida, akalariday chiroyli va ko'rkam kuyov bo'lishini Allohdan tilab qolaman. Singlim bilan kuyovimiz Mahmadaminlarga ham baxt saodat tilayman. Iltimos Mahmadaminjon bir minutga she'rga kelsa. Mening arzimagan sovg'am, xolalar nomidan arzimagan sovg'am bordi. Men bu sovg'ani kuyovimiz Mahmadaminni shaxsan o'ziga topshirmoqchiman. Mana shu davra gilamda jajji farzandlari hamisha o'ynab kulib, hayotlari shirin bo'lsin. Tabriklayman. Ey yaşayınlar. Siz ko'rmadingiz davrada. Bugün bana bir yarışın asosiy sababchilari Rustam Baxtiyorjon hamda bir yo'ldoshi Laqxonlar hamda ukamiz Sultonbeklarning shu do'kon qo'llari mana shu huzur ne'matlarga yetishyapti. Mana shu savdo yashar ekan, men shu fursatdan foydalanaman bularga o'zim nomidan, oilamiz nomidan mana shu yerda niyat qilib gapirolmagan do'stlarimiz nomidan, sinfdoshlarimiz nomidan, kollektiv nomidan mana shu ko'p yoshlarga uzoq umrlar sog'lik, kelajakdagi ishlarga omad, yanaga bir mashg'ulotlar bo'lib, besh kunlar qatnashadi. Shu jiyanchalarimiz nomlariga mana shu og'alardek bo'lib, akalardek bo'lib, ajralgan kundan nikoh to'yini nasib qilsin. Mana shu to'yda qatnashayotganlarni hammalariga mana shu to'yda nasib qilsin. Rahmat. Arzumagan bo'lsam, o'zimiz borib shu savolni berishga Marhamat, ajoyib sovg'alar, uchar gilamlar, Baxtiyorbek, marhamat qabul qiling. Marhamat. O'shar vodiylarning lolasiga quloqsan yuragimning lolasiga bilib qo'yganing ham asl marti yetmani bir iskilar bir sochimning tolasiga bilib qo'yganing ham asl marti yetmani bir iskilar bir sochimning tolasiga yelkam düşsan dijanonaga bir güzel kız olup gitti Fardona'ya. Akşamca yigitlerin orasılar, Atacanın gözünü adı karasılar. Akşamca yigitlerin orasılar, Atacanın gözünü adı karasılar. Şu yigit kollarınız yeter.